Assalomu alaykum do'stlar. Barselona muxlislariga sabr tilagan holda ushbu videoni yozsak do'stlar. Juda ko'pchilik analitiklar, tahlilchilar kechagi o'yinga to'xtalib o'tishdi. O'sha ipidan iynasigacha deylar, har bitta detallarigacha to'xtalib o'tishdi, lekin ularning fikrini ham birlashtirib, o'yinga qorishtirgan holda umumiy bir xulosa yasasak kechagi o'yinga va bugungi o'yinga kirish qilib qo'yamiz. O'yingacha hali bor, bir necha soat ungacha bu videoni bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Iltimos qilib qolardim, like tugmasini bosib qo'ying. Bitta shaxs bir dona like tugmasini bosishi mumkin. Do'stlar, shuni ham ko'pchilik ko'p ko'rishi mumkin. Sizdan esa iltimos o'sha bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Dastavval mana bu tavsiyani ko'rib olamiz. Uyga pul yuborish uchun ertalab bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilib tushunga? Buni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Просто bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. Endi do'stlar, yaqinda bir do'stim bilan tortishib qoldim bir masala bo'yicha. Ya'ni futbolda hamma narsani uslublar hal qiladi dedim. U esa uslublar emas, balki o'sha maydondagi shijoat yoki boshqa narsalar hal qiladi deb aytib o'tdi. Unga tushuntirish jarayonida o'zim ham to'liqroq tushunib oldim. Ya'ni o'sha latifa bor-ku, bir marta tushuntirdim, tushunmadi, ikki marta, uchinchisida oxiri o'zim tushunib qoldim deydi-ku. Xuddi shunday bo'ldi. Xullas, uslublarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Barselonaning uslubi bor. Ya'ni bu uslub Yohan Kroyf tiki-takani olib kirgandan keyin har xil murabbiylar o'sha Pep bilan yoki mana bu endi Flick bilan boshqa murabbiylar bilan Luis Enrique bilan o'sha tiki-takani sayqallab borishdi. Nodir bir asarga aylantirib borishdiki, o'sha asar ispan futbolining ramziga aylanib qoldi. Ispan futboli hamda Barselonaning o'yin uslubi bir-biriga juda o'xshash. Ya'ni terma jamoaga agar futbolchi kerak bo'lsa, Ispaniya Barselonaga murojaat qiladi, Realga emas. Chunki Realning o'sha 70% o'yinchisi boshqa davlat o'yinchilari hisoblanadi. Xullas, u tomonga to'xtalmaymiz. Hozir mana bu tomonga uslubga to'xtalyapmiz. Uslubni ko'rib chiqargan bo'lsak, Barselonaning tiki-takasi bu oldingi chiziq degani. Oldingi chiziqda hujum qiladi, o'sha hujum evaziga himoyalanadi. Oldingi chiziqda himoyalanadi do'stlar. Ya'ni seni darvozang atrofida hujum bo'lmagandan keyin, to'p faqat raqib jamoa tomonida bo'lgandan keyin sen o'z-o'zidan himoyalanayotgan bo'lasan o'sha paytda. Bir vaqtning o'zida ham hujum, ham himoya degan. Bu esa boksga qiyoslanishi mumkin. Boksda faqat qo'l bilan hujum qilinadi, faqat qo'l bilan himoya qilinadi. Sizlarga sodda bo'lish uchun mana shunaqa uslublarni taqqoslab boraman. Uslublar hamma sport turida bor. Hattoki shaxmat shashkada ham bor, hujumkor va himoyaviy uslub. Endi esa Inter jamoasining uslubi. Inter jamoasini uslubiga o'tishdan oldin bir mashhur jangni sizlarga eslatmoqchiman. Conor McGregor hamda Habib Nurmagomedovning jangi bo'lib o'tgan. Bundan bir necha yil oldin shunda ikkita uslub to'qnashgan. Birining uslubi judo bilan chiqib kelgan, judo maktabidan chiqib kelgan, o'sha raqibini parterga yotqizib bo'g'ib qo'yish uslubi bilan mag'lubiyatga uchratadigan maktabdan chiqib kelgan. Bunisi esa boks maktabidan chiqib kelgan. Conor McGregor qo'l jangi san'atidan chiqib kelgan. Mana shunaqa uslub bilan ulg'ayib katta bo'lgan va ikkalasi ham o'zining uslubini yetuk shaxslari bo'lib yetilgan. Lekin mana shu uslub ikkalasi to'qnashgan paytda mana bu kurash uslubi baribir nimasidir qulayliklari bilan ustunlik qilib turaverdi do'stlar. Bu yerda ham aynan shunaqa. Barselona boks uslubi bilan bo'lsa, Inter aynan o'sha judo uslubi bilan qon-qoniga singib ketgan o'yin uslubini shakllantirgan jamoa hisoblanadi. Ko'pchilik aytishi mumkin, Italiyaning o'sha himoyaviy uslubi ortda qolib ketgan, endi zamonaviy futbolga o'tgan Italiya deb. Yo'q. Baribir o'sha tarix ustiga quriladi yangi futbol ham do'stlar. Oldingi uslubi qanday bo'lsa, o'sha uslubni takomillashtirish evaziga zamonaviylashtirish mumkin, lekin u uslubdan butunlay voz kecha olmaydi. Chunki katta avlod o'zining nabirasiga bir futbol haqidagi ertakni aytib berayotganda, baribir o'sha
bizning palonchi pistonchi jamoamiz 120 daqiqa yoki ertalabgacha ham himoyani ushlab turadigan ota-bobolaring o'sishgan bu yurtda deb aytib berganda ham baribir o'sha uslub sekin-sekinlik bilan futbolchilarning qoniga singib ketaveradi do'stlar. Xullas, ikki uslubning to'qnashuvida Barselonaning uslubi. Barselona yetuk jamoa, Barselona zo'r jamoa. Hans Dieter Flick bilan safyorlar kabi o'sha safyorlar bombani xavfsizlantirayotgan paytda ikkita sim ustida turishadi ularning hayoti yoki o'sha jari yoqasida turgan shaxsga o'xshab qiyoslashimiz mumkin. Ofsayd chizig'ini ustida butun mavsum davomida o'yin qurishdi Barselona jamoasi va VAR zamonida mana shu ofsayd hisobiga ular bir necha gollarni bekor qilishib, o'zlarining gollarini urib yuraverishdi do'stlar. Va ko'rib turibmiz, bugun La Liganing peshqadami, Chempionlar Ligasida da'vogar edi chempion bo'lish uchun. Treble qayd etishi kutilayotgan jamoa edi do'stlar Barselona, lekin Interga kelganda oqsoqlanib qoldi. Nafaqat Inter, PSG bo'lganda ham, Arsenal bo'lganda ham qiynaladi. Chunki do'stlar, narigi tomondagi ikki raqib bir-biriga o'xshash raqib. Arsenal hamda PSG. Ular ham boks, ham kurash tomonlama yetuk shaxsga aylangandek shakllangan klublar. Arteta hamda Luis Enrique bir necha yildan beri ham himoya ham hujumni balanslashtirib kelayotgan murabbiylar hisoblanishadi. Ayniqsa bu yil PSG ana shu holatning pik formasiga chiqib oldi. PSG katta bir qo'rqinchli qurolga aylandiki, shu qurolni bezagi esa Kvaratskhelia bo'lib berdi do'stlar. Xullas, PSJga birozdan keyin to'xtalamiz, mana bu o'yinni yakunlab qo'yamiz. O'yin ichida Barselona shunchalik ko'p vaziyatlar yaratdiki, shunchalik ko'p hujumlar qildiki do'stlar, Zommer 7 marta save qilgan. Umumiy 26 ta zarba yo'llagan Barselona. 10 tasi aniq bo'lgan, o'sha post qo'yilgan 3 ta zarbasi. Xullas o'yin ichidagi vaziyatlar juda ko'p bo'ldi. Yamal yana o'zining uslubida raqs tushib yurdi maydon ichida. Barselonaning o'yin uslubiga yoki kecha ko'rsatgan o'yiniga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Inter muxlislari hattoki Barselonani o'sha futbolchilarning kayfiyatini ko'tarish uchun olqishlab qo'yishdi o'yin tugagandan keyin. Ular maydonga to'kilib qolishgandan keyin Inter muxlislari olqishlab qo'yishdi. Butun dunyo olqishlab qo'ydi ularni. Ularning o'yin uslubi haqida hech qanaqa e'tiroz yo'q, Flickga e'tiroz yo'q yoki o'rta miyona yosh hisoblangan mana bu Barselonaning jamoasiga umuman e'tirozlar yo'q. Ular ko'nglini to'q qilishi mumkin. Bemalol ular dahshat o'yin ko'rsatib berishdi. Lekin mana bu tomondagi Inter o'zining uslubini pikiga chiqqan payt, hattoki 23-yil finalda Turkiyada bo'lib o'tgan finalda Manchester City bilan o'ynagan Interdan, Lukaku'si bo'lgan Interdan anchayin kuchli bo'lgan jamoa shakllandi bu yil. Simeone Inzaghi mana shunaqa qila oldi. Mana shunaqa muhitni jamoasida yarata oldi. O'sha kurash uslubini yuqori cho'qqisiga chiqish mumkin bo'lsa, Inter chiqa olardi bunga. Italiya jamoasi chiqa olardi. Narigi tomonda xuddi shunaqa jamoa bor bilsangiz, Atletico ham sekin-sekinlik bilan mutatsiyaga uchrab hujumkorlikni kiritib boryapti, lekin baribir o'sha himoya ustiga quriladi. Interda ham xuddi shunaqa do'stlar. Atletico qila olmayapti shu ishni, lekin Inter qila oladi, chunki Italiyada xuddi shunaqa futbol bilan ulg'aygan futbolchilar bor. Shunaqa shaxslar bor. Atrofda shunaqa futbol o'ynasa jimgina kuzatib o'tiradigan muxlislar bor. Shuning uchun Inter munosib finalga yo'l oldi. Men esa shu uslubni sizlarga tushuntirgan bo'ldim. Pep Guardiolaning o'sha gapi bor-ku, mashhur. Ya'ni Chempionlar Ligasi bu Everestga chiqishga o'xshaydi. Birgina xato va sen hammasi yerga qulashiga majbur qilasan sen. Ya'ni o'zingni butun bir atrofingdagilarni yerga qulashga majbur qilasan deb aytib o'tgan. Xuddi shunaqa Barselona kechagina treble qayd etishi mumkin bo'lgan. Umuman katta jamoa deb qaralayotgan klub edi. Lekin bugun Inter to'sig'idan o'ta olmagandan keyin Liverpoolga o'xshab qoldi. Kuchli 8talikka kirgan va birinchi, ikkinchi o'rinni olgan Liverpool hamda mana bu Barselona jamoani turnirni tark etishdi do'stlar. Treble qayd etishi mumkin bo'lgan Liverpool play-offda yo'q tark etib bo'lgandi. Yana bu yarim finalda Barselona tark etdi. Treble qayd etishi mumkin bo'lgan yagona jamoa bu Luis Enriquening PSJsi. Qirollar tug'ilgan shahar. Ya'ni PSG
aynan shu qirollar tug'ilgan shahar nomi qo'yilgan PSJga. Xullas, do'stlar, Luis Enrike bu ishni avval aynan Barselona bilan uddalagan. Treble qayd etgan Barselona bilan. Bu yil ham qayd etishi mumkin. Juda yaqin turibdi bunga. 2 qadam qoldi. Bugun Arsenal to'sig'idan o'tsa, Arsenal to'sig'idan demagan bo'lardim. Arsenal yo'lini to'sib qolsa degan bo'lardim. Bugun Arsenalning yo'lini to'sib qolsa va Inter bilan finalda nisbatan ustunlik qilishi mumkin. Nisbatan Interga qaraganda ustunroq bo'lishi mumkin. Arsenalda esa Mikel Arteta'da esa do'stlar bugun so'nggi imkoniyat bo'ladi. Pep Gvardiolaning qismati uning boshiga tushishi mumkin. O'zi PSG bu yil APL jamoalarini hammasini yanchib tashlayapti do'stlar. Qaysi biri ro'para kelsa, yanchib chekkaga surib tashlayapti PSG. Xullas, mana shunaqa gap so'zlar do'stlar. O'yingacha hali bor. Bu videoni ko'rib bemalol fikringizni bildirib qo'yishingiz mumkin. O'yinni ko'rgandan so'ng ertaga esa bu umumiy o'yin haqidagi, PSG Arsenal o'rtasidagi o'yin haqidagi xulosalarni yana ko'rib chiqamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, ko'rishguncha salomat bo'ling.